Bobilning janubida joylashgan Faddan Orom shahri. Ey buyuk ishtar, ma'budlar onasi, ey mehribon ma'buda, ey odamlarni dunyoga keltiruvchi zot, bu go'dakka shifo ato et va onasini yuziga tabassum bag'ishla. Bu go'dakni onasi bir ahd qilgan. U sen uchun dargohingda bebaho qurbonliklar qilishga qasam ichgan. Men buyuk ma'buda sanalmish Ishtardan farzanding yashashini so'radim. U meni ohimni qabul qildi. Endi boraver. Kelajakda farzandingni Ishtarga ergashuvchilardan etib tarbiya qil. Buyuk Ishtarga sharaflar bo'lsin. Mehribon Ishtarga hamd sanolar bo'lsin. Minnatdorman. Farzandim tirik qolishi amri mahol edi. Uni hayotga qaytardingiz. O'zingga shukr. O'zingga shukr. O'zingga shukr. Farzandimni qaytarib berganingga shukrlar bo'lsin. O'zingga shukr. Farzandimiz ham uning bolasidek saqlanib qolarmikin? Ishtar qudratli va mehribon ma'buddir. Bu farzandimizni ham davolaydi. Haqsiz. Yuring, boraylikchi. Sizlarga nima bo'lyapti? Sizlarni farishtalar inson deb qadrlab tilga olsalar, sizlar boshqa narsalarga ibodat qilmoqdasizlar. Bu olam insonlar uchun berilgan bo'lsa, sizlar esa bir jonsiz toshga sig'inasizlarmi? Siz o'z so'zingizni o'tkazib, bizni ma'budlarimizni behuda haqorat qilyapsiz. Bu gaplar mening so'zlarim emas axir. Men Allohning so'zlarini sizlarga yetkazish uchun yuborilgan bir elchiman xolos. Bu muqaddas kitob osmondan tushgan. U mening ajdodim Ibrohim payg'ambarga nozil qilingan. Men uning dinining izdoshi va uning kitobini muqaddas deb bilaman. Sizni muqaddas bu kitobingizda bizni ma'budlarni haqorat qilish ham yozilgan. Haqorat qilganim yo'q. Savol beryapman. Javob bilsangiz, bunga javob bering. Bilmasangiz so'zlarimni to'g'ri qabul qiling. Xo'sh, masalan, sizdan so'rasam, mana o'sha Ishtar ma'budi haykali sizni yaratganmi? Yo uni siz yaratganmisiz? Sizni Ishtar boshqaradimi yoki siz Ishtarnimi? Agar Ishtar bir jonsiz tosh bo'lsa, u farzandimizni qanday qilib davolaydi, ayting. U rost aytayapti. Biz uni guvohi bo'ldik. Uning farzandi Ishtardan shifo topdi. Men o'z ko'zim bilan ko'rdim. Sizning ohu nolalaringizni barcha narsalarni bilguvchi, eshitguvchi Alloh farzandingizga shifo berdi. Ishtar emas-ku. Garchi sizlar shifoni o'z xudolaringdan so'rab, ulardan yordam so'rasangiz ham, ammo yuqoridagi Alloh o'zining barcha bandalari ahvolidan boxabardir. Ishtarni ko'zlaringiz bilan ko'ra olasiz, rost. Biroq haqiqiy shifo bergan zotni ko'ra olmaysiz. Demak, Yoqubning so'zlaridan xulosa qiladigan bo'lsak, biz o'z ma'budlarimizni esdan chiqarib, Allohga ibodat qilishimiz kerak. Gapim to'g'rimi?
Xo'sh, sen aytgan Alloh bizga nima yaxshilik qilibdiki, biz unga ibodat Men qilaylik. sizga barcha narsalardan ustun turuvchi Allohga ibodat qilishingizni taklif qilyapman. Ma'budingiz Allohdan balandroq ekanini qayerdan Siz va bilasiz? sizning xudongiz manfaatlaringizdan kelib chiqmaganligini qayerdan bilamiz? Xuddi biz ishlarga ibodat qilganimiz-u kohillarimizdan yordam so'raganimiz singari. Hammangiz bilasiz. Men shu lobonda ishlaydigan oddiy qo'ychivonman. O'zimning hech vaqom yo'q. Men shu gaplarim evaziga sizdan biror narsa so'raganmanmi? Agar bizni aldashga harakat qilayotgan bo'lsangiz-chi? Siz hech qanday kuchga ham ega emassiz. Bizning kohillardan yaxshiroq ham emassiz. Hammangiz bir narsani o'ylaysiz. Biror taxtga o'tirib qolsangiz bormi? Faqat o'z foydangizni ko'zlaysiz va o'z xazinangiz haqida qayg'urasiz. Balki haqqingiz bordir bunday deyishga. Siz yagona betob farzandingizni yo'qotdingiz va uni saqlab qolishga hech kimning kuchi yetmadi. Bunda na jodugar Ster va na bu ibodatxonangizning ma'budi Ishtar yordam bera oldi. Ma'budingizga nega ibodat qilishingizni tushunsa Men bo'ladi. ma'bud ishlarga qarshi hech narsa demadim. Mening barcha gaplarim sizga va sizning ko'rinmas xudongizga qaratilgan edi. Bizni tosh ma'budlarimiz soni yetarli. Biz boshqa xudolarni tan olmaymiz. Ibodatxona ma'murlari kelishmoqda. Ana, kelishmoqda. Yetdik tezroq. Yugur Faris. Bu tarafga ketdi. Bor orqasidan. Bor uni topib hibsga ol. U hech narsa qilmadi. Uning gunohi yo'q. Shafqat qiling. Uning gunohi yo'q. Shafqat qiling. Shafqat qiling. Agar hokimimiz Lobonga kuyov bo'lmaganingda, seni qanday jazolashni o'zim bilardim. Men sizdan ham ibodatxonaning boshqa ma'muridan ham qo'rqmayman. U to'g'ri aytyapti. To'g'ri aytyapti. Tarqalinglar. Yoqubning safsatalarini tinglashni bas qiling. Bas qiling deyapman. Yoqubning so'zlari yurtimizga ochlik va qo'rg'oqchilik olib kelganini ko'rmayapsizlarmi? Nima, ko'zingiz ko'rmi? Ha, to'g'ri To'g'ri aytyapti. aytyapti. Ketdik. Ketdik bu yerdan. To'g'ri. Ketdik. Ketdik. To'g'ri. Ketdik. To'g'ri aytyapti. Ketdik. Bu ham bor ekan bizni boshimizda. Qayerdan keldi o'zi bu balo, hayronman.